Assalomu alaykum. Bugun Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Ko'ksaroy mahallasi Orsonobod ko'chasi 2-uy sotilyapti. Arzon va sifatli dokumentlari, hujjatlari hammasi joyida. Kadastr hammasi bor. Mana uyimizni sostenasini hozir ko'rasizlar. Mana chegara mana shu yerdan, mana shu yerdagi shlakoblokdan mana shu yerdagi shlakoblokgacha. Ketib uy obzorini ko'ramiz. Bu yerda akamiz o'zi 6 xonali puldomet qo'yib qo'ygan. Mana 2 xonasi. Mana yerda yana 4 xonasi bor. Naryoqda banya, mana yerda gaz tochkasi bor. Bu yerda sizlarda gaz o'chmaydi. Ketdik aka, uy obzorini ko'ring. Ketdik, mana yerdan boshlaylik. Uy ichkarisidan boshlaylik aka, yuring. Mana uyga kiryapmiz. Bismillah. Mana kirdik. Mana uy xonalar shinam. Mana svet, gaz bor. Mana Wi-Fi'lar ham bor. Mana pechka qilingan. Hamma narsa joyida. Mana eshiklar ham qalin, mana. Mana stenkani akamiz qolatlayapti, mana. Bu yerda xona uy egasi uxlayapti ekan, shuning uchun bezovta qilmadik. Buni o'zlaringiz kelib ko'rasizlar, to'g'rimi aka? To'g'ri. Mana ichini ko'ryapsizlar, hamma yoq remont bo'lgan. Mana tepalar ham yaxshi. Mehmon ikkita sema kelib bo'lib olib yashashga bo'ladi. Mana keng, hamma yoq o'ralgan. Endi oshxonaga kiramiz. Mana oshxona. Hamma sharoit qilingan. Mana akamiz oshxonadagi hamma narsalarni qolatyapti. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerda motor ham qo'yilgan. Mana suv chiqishi uchun bu yerda kran ham bor, mashinaning suvi ham bor. Mana yerda quduqdan ham motor qo'ygan akamiz. Mana yuring aka, endi ko'raylik огородingizni. Mana aka, chegara mana yerdan boya shlakoblok tegan joydan mana shu yerdan bitib o'ralgan mana. Yuring aka, yo'l boshlang. Mana огородlarga hamma narsa eksangizlar bo'ladi. Keng огородlar rosa, bu yerlarga suv ko'p kelib turadi. Aka, bu qanaqa daraxtlar aka bular? Yong'oq, gilos, yong'oq, gilos. Gilos deysizmi? Necha yilda hosilga kiradi aka? Hosilga kirib qo'ygan. Hosilga kirib qo'yganmi? Bu yerda xona yo'q ekan aka. Ketdik. Bu yerda tualet. Ketdik aka, yuring manet bilan. Xo'p, shundan ketdik. Mana огородlar ko'ryapmiz. Mana огородlar keng. Mana territoriyam ko'ryapsizlarmi? Katta. 12 sotikka bo'ladi. Bemalol ikkita aka kelib bo'lib yashashga bo'ladi. Mana bu yerda ariq bor. Bu yerdan suv oqadi mana. Mana tinmay. Sizlar nima ekasizlar aka? Beda ekasizlarmi? Beda ekilgan. Ha. Mana aka, hamma joy mana yaxshi. Sostenada. Mana yerda shlakoblokdan o'ralgan, mana yerda o'tinlarni saqlasangizlar bo'ladi. Ketdik aka, yo'l boshlang. Endi banyani ko'rsating aka. Mana ko'ryapsizlar, hamma yoqda teraklar. Bu yerda qishi yozin suv o'chmaydi. Kranda ham suv bor. Hamma joyda sostenda normal akalar, olsangizlar. Mana bu yerda avval kran bo'lganmi aka? Bu yerda avval kran bo'lgan ekan. Akamiz keyin monetga o'tkazgan ekan. Mana uyning territoriyalari.
Mana aka banyalarni ko'rsatyapti akamiz. Mana akalar banyasi. Mana hozir akamiz banyasini ko'rsatmoqchi. Mana banya. Hamma joy issiq. Hamma shasharoy bor. Qachon bo'ldi aka qurganlaringizga? Esingizda yo'qmi aka? Mana suv chiqadigan joyini ham qilib qo'ygan. Hamma joyi yaxshi. Mana kirib mashinani ham tashlab ketasizlarmi aka yo olib ketasizlarmi uni? Sotamiz. Ha, sotadi. Uyning narxini kelsangiz tashlab ketasizda aka. Ha. Buni ko'ramiz. Mana kranniki akalar. Mana yerda gaz tochkasiniki. Mana shu tochkadan hamma yoqqa gaz boradi. Mana shu uy birinchi quloq bo'lgandan keyin mana yerda uyda gazdan muammo yo'q. Ketdik akalar, endi yana ikkita xonasi bor ekan akamizni. Shuni ko'rsatmoqchi. Mana akalar, betonni baquvvat qurilgan. Akamiz mehr berib qurgan ekan, o'zi ham aytayapti. Akamizniki uyini sotayotgan sababi Qozog'istonga ko'chib ketyapti ekan. Mana aka, bu yer nima aka? Buni ham xona qilib yashasa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ichini tozalab, ichini sal remont qilsanglar, yana ikkita xona plus bo'ladi boyagi 3 ta xonaga. Mana yerda mana sotalar bor, teraklar bor. Mana bu teraklarni mana yerdagi fundamentlarga moslab akamiz olib qo'ygan o'zlari. Shu yiqqan, bularni tashlab ketaman deyapti akalarimiz. Shunga bonusda bu sizlarga. Mana bular mayda yog'ochlari. Mana ichkarida ham xona bor ekan. Mana bu yerni remont qilib yashasa bo'ladi. Bemalol aytgandek 2-3 ta semya bemalol sig'adi. Mana aka fasadlari bitta remont qilib yuborsanglar, mana pollari ham mana hamma yog'i pol. Hech yog'i beton emas. Mana ko'ryapsizlar ahvolni. Yaxshi sharoit. Mana aka yuring. Mana bu yerda qo'y, 2 ta qo'y, 3 ta qo'y yo'q bo'lsa, molxona qilib tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q bo'lsa, saman picheni yig'adigan qilib. Mana bu yer video orqasi, boya ko'rsatgan joy. Mana shu yerdan ana shlagbaumgacha chegara. Shu yerdan mana yergacha territoriya rosa uzun 12 o'tib qo'ygan bular. Aka, nima deysiz bizdan obunachilarga? Bu uy juda zo'r, sostenalari zo'r. Ko'rgan bo'lsangiz, bonusga narsalar ham ko'p berilgan. Olganingizga achinmaysiz. Yana sentrli joy. Yana nima desam bo'ladi? Shu kanalga podpisatsiya bosib, like bosib, kommentlar juda zo'r qilib yozasiz. Olganingizga lekin achinmaysiz. Juda zo'r uy. Narxini kelishamiz. Kelishamiz. Narxi 35 ming deyapti akamiz. Narxini kelishamiz deyapti. Pastda raqamlarni yozib qoldiramiz. Reklama kerak bo'lsa tepadagi raqamlarga yozasizlar.